Xalq deputatlari Jondor tuman kengashi tomonidan 2026 yilning birinchi yarim yilligi davomida O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, mahalliy davlat hokimiyati to'g'risidagi qonun, shuningdek, mahalliy kengashlar faoliyatiga oid boshqa normativ-huquqiy hujjatlar talablari asosida tumanni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish, aholi farovonligini oshirish va davlat dasturlari ijrosini ta'minlashga qaratilgan tizimli ishlar amalga oshirildi. Hisobot davrida xalq deputatlari Jondor tumani kengashining tasdiqlangan ish rejasiga muvofiq sessiyalar o'tkazilib, ularda mahalliy byudjetning shakllantirilishi va ijrosi, ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish dasturlari, aholi bandligini ta'minlash, kambag'allikni qisqartirish, yoshlar va xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash, suv ta'minoti, qishloq xo'jaligi, huquqbuzarliklar profilaktikasi, ekologik holat, sog'liqni saqlash, ta'lim, kommunal xizmatlar hamda boshqa dolzarb masalalar ko'rib chiqildi va 60 ta qarorlar qabul qilindi. Kengashning doimiy komissiyalari tomonidan birinchi yarim yillik davomida tasdiqlangan ish reja asosida 2 ta nazorat tahlil tadbirlari amalga oshirildi. Davlat organlari va tashkilotlar rahbarlarining hisobotlari 14 marotaba eshitilib, aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etish hamda sohalar faoliyatini yanada takomillashtirish bo'yicha amaliy taklif va tavsiyalar ishlab chiqildi. Deputatlar o'z saylov okruglarida aholi bilan muntazam uchrashuvlar o'tkazib, fuqarolar murojaatlari, taklif va muammolari o'rganildi. Murojaatlarning aksariyati mas'ul tashkilotlar bilan hamkorlikda tegishli tashkilotlarga 68 ta deputat so'rovlari chiqarilib, muammolar hal etilib kelinmoqda. Qo'shimcha choralar talab etuvchi masalalar esa deputatlik nazoratiga olindi. Hisobot davrida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmon va qarorlari, Vazirlar Mahkamasi qarorlari hamda davlat dasturlari ijrosi yuzasidan tuman hokimi va tegishli tashkilot rahbarlarining hisobotlari eshitildi. Qabul qilingan qarorlar ijrosini ta'minlash bo'yicha aniq vazifalar belgilab berildi hamda ularning bajarilishi ustidan tizimli nazorat o'rnatildi. Shuningdek, mahalliy byudjet mablag'larining maqsadli sarflanishi, soliq tushumlarining oshirish, qo'shimcha daromad manbalarini safarbar etish, investitsiya loyihalarini amalga oshirish, aholini toza ichimlik suvi bilan ta'minlash, ichki yo'llarni ta'mirlash, ko'chalarni yoritish, mahallalarni obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish ishlari kengash deputatlari tomonidan doimiy nazoratga olindi. Yoshlarga oid davlat siyosati doirasida yoshlar daftari, dolzarb 90 kunlik dasturi yoshlar bandligini ta'minlash, ularning bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish, shuningdek, xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash va ijtimoiy himoyaga muhtoj aholi qatlamiga ko'maklashish masalalari kengashning doimiy e'tiborida bo'ldi. Kengash faoliyatining ochiqligi va shaffofligini ta'minlash maqsadida sessiyalarda qabul qilingan qarorlar, deputatlik nazorati natijalari hamda amalga oshirilgan ishlar ommaviy axborot vositalari va ijtimoiy tarmoqlar orqali keng jamoatchilikka yetkazib berildi. Kelgusida ham xalq deputatlari, Jondor tumani kengashi deputatlari hamda davlat dasturlari va hududiy dasturlar
ijrosini ta'minlash, deputatlik nazorati samaradorligini oshirish, aholi murojaatlari bilan ishlash tizimini yanada takomillashtirish hamda tumanning barqaror ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga munosib hissa qo'shish yo'lida faoliyatlarini izchil davom ettiradilar.